Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va ularning farzandlari uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap O'zbekiston prezidenti imzolagan va pensiya ta'minotiga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiladigan 6 ta muhim qonuniy o'zgarish haqida ketadi. Bu ma'lumotni 25 avgustgacha albatta ko'rib chiqing. Chunki ko'pchilik pensiyasini kam olayotganini, qo'shimcha pulga haqli ekanini yoki hujjatidagi xatolik sababli qayta hisob-kitob qildirish mumkinligini bilmay yuradi. Men sizga hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Kimga tegishli, kim xavotir olish kerak, kimga esa hech qanday xavf yo'q. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni yig'ish kerak? Arizada nima yozish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingiz uchun pul masalasi bo'lishi mumkin. Avvallari pensiya masalasida eng katta muammo shundan iborat ediki, fuqaro o'z haqini olish uchun ko'p eshik taqillatishga majbur bo'lardi. Mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma kerak bo'lardi. Ish staji bir joyda ko'rinmasa, fuqaro o'zi isbotlashi kerak edi. Ish haqida ma'lumot topilmasa, pensiya miqdori past chiqardi. Ba'zi pensionerlar esa qo'shimcha to'lovlar borligini umuman bilmasdi. Masalan, odam 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin elektron bazada faqat 23 yil ko'rinsa, pensiyasi ham 23 yilga qarab hisoblanib qolishi ehtimoli bor. Yoki ayol kishi farzand tarbiyasi bilan bog'liq davrlarni stajga qo'shish mumkinligini bilmaydi. Yana bir misol. Nogironligi bo'lgan shaxsga parvarish bilan bog'liq imtiyoz yoki ijtimoiy yordam tegishi mumkin. Lekin u pensiya jamg'armasiga yoki mahalla orqali murojaat qilmagani uchun ololmay yuradi. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich o'zgaryapti. Davlatning asosiy yo'nalishi shuki, pensioner hujjat ortidan yugurmasin. Davlat organlari ma'lumotni o'zaro elektron almashsin. Pensiya tayinlash va qayta hisoblashda inson omili kamaytirilsin, ijtimoiy himoya manzilli bo'lsin. Prezident tomonidan imzolangan qonunlar va qarorlar aynan shu yo'nalishda ishlayapti. Lekin men bir narsani aniq aytaman. Qonun borligi hali hamma avtomatik ravishda ko'proq pul oladi degani emas. Ba'zi holatda tizim o'zi qayta hisoblaydi. Ba'zi holatda esa fuqaro ariza berishi shart. Shuning uchun 25 avgustgacha o'zingizga tegishli holatni tekshirib qo'yish juda muhim. Birinchi muhim o'zgarish pensionerlar daromadini oshirish bilan bog'liq. Davlat pensiyalari, ayrim nafaqalar, kompensatsiya to'lovlari va ijtimoiy yordam pullari belgilangan tartibda oshirib boriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, eng kam iste'mol xarajatlari inflyatsiya, oziq-ovqat va dori-darmon narxlari oshib borayotgan sharoitda pensionerlar daromadi ham bosqichma-bosqich ko'rib chiqiladi. Oldin ko'pchilik shunday derdi. Pensiya bir marta tayinlandi, bo'ldi. Shu miqdorda qoladi. Aslida unday emas. Pensiya miqdori umumiy oshirishlar bo'yicha ko'payishi mumkin. Qo'shimcha hujjat taqdim etilganda qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim ustamalar qo'shilishi mumkin. Misol qilaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon 2 million 1 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, umumiy oshirish natijasida pensiyasi ma'lum foizga ko'payadi. Agar oshirish 10% atrofida bo'lsa, u taxminan 2-10 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Bu oddiy misol. Aniq miqdor har bir pensionerning pensiya turiga, bazaviy hisob-kitobiga va ustamalariga qarab farq qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning pensiyangiz oxirgi oshirishdan keyin ham o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangizga tushgan summani tekshiring. Ba'zan muammo bank kechikishida tekshiriladi. Ba'zan esa pensiya turi boshqa tartibda hisoblangan bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning to'lovingiz rasmiy oshirish sanasidan keyingi oyda to'liq tushgan bo'lsa va pensiya jamg'armasi tizimida miqdor to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Ikkinchi muhim o'zgarish shuki, pensiya tayinlashda davlat organlari ko'proq elektron ma'lumotlardan foydalanadi. Bu pensioner uchun juda katta yengillik. Chunki avvallari odam ish stajini isbotlash uchun korxona arxivini qidirardi. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv qayerda ekanini topish mushkul bo'lardi. Ba'zan odam birgina ma'lumotnoma uchun tuman, viloyat, hatto boshqa shaharga borishga majbur bo'lardi. Endi asosiy maqsad shuki, mehnat faoliyati, ish haqi, soliq to'lovlari, sug'urta badallari
shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari imkon qadar elektron bazadan olinadi. Bu oddiy fuqaro uchun nimani beradi? Birinchidan, vaqt tejaladi. Ikkinchidan, xarajat kamayadi. Uchinchidan, hujjat yo'qolishi yoki mansabdor shaxsning subyektiv munosabati kamayadi. Masalan, 2024 yilda pensiya yoshiga yetgan ayol kishi 1995 yildan 2008 yilgacha maktabda ishlagan, keyin xususiy korxonada ishlagan. Agar bu davrlarning bir qismi elektron bazada bo'lsa, pensiya jamg'armasi ularni o'zi ko'rishi mumkin. Lekin 1990 yillardagi ayrim ma'lumotlar bazada bo'lmasligi ham mumkin. Mana shu yerda fuqaro hushyor bo'lish kerak. Men ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi, dalil kerak bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Sovet davrida ishlaganlar, 1990 yillar boshida korxonasi yopilib ketganlar, mehnat daftarchasida muhr xiralashganlar, ism familiyasini o'zgartirganlar, nikohdan keyin familiyasi almashgan ayollar albatta hujjatlarni tekshirtirsin. Kim xavotir olmasligi kerak? Oxirgi yillarda rasmiy ishlagan. Elektron mehnat daftarchasi va soliq ma'lumotlari to'liq ko'rinadigan fuqarolarda jarayon ancha oson kechadi. Uchinchi muhim masala pensiyani qayta hisoblashdir. Ko'pchilik buni bilmaydi. Pensiya bir marta tayinlangandan keyin ham agar yangi ma'lumotlar topilsa, ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa yoki ish haqi bo'yicha aniqroq hujjatlar chiqsa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Men amaliyotda ko'p uchrataman. Odam 10 yil oldin pensiyaga chiqqan. O'sha paytda arxivdan ma'lumot topilmagan. Keyin arxiv tartibga solingan. Eski korxona hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan. Fuqaro esa bundan bexabar. Natijada u 10 yil davomida kamroq pensiya olib yurgan bo'lishi mumkin. Misol, bir fuqaroning pensiyasi 1 million 801 ming so'm qilib tayinlangan. Keyinchalik 6 yil qo'shimcha ish staji topildi. Qayta hisob kitobdan keyin pensiyasi 2 million 1 ming so'mga chiqishi mumkin. Bu oyga 300 ming so'm farq degani. Bir yilga hisoblasak 3 million 600 ming so'm. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat degani. Lekin bu yerda juda muhim nozik jihat bor. Qayta hisoblash har doim ham orqaga cheksiz muddatga pul to'lab beriladi degani emas. To'lovning qaysi sanadan boshlab qayta hisoblanishi qonunchilikdagi ariza berilgan sana, hujjat taqdim etilgan sana va xatolik kim tomonidan yuz berganiga qarab belgilanadi. Shuning uchun men doim aytaman, hujjat topdingizmi? Kutib yurmang, darhol murojaat qiling. Kim xavotir olishi kerak? Pensiyasi juda past chiqqanlar, lekin uzoq yillar ishlaganlar, mehnat daftarchasida bo'sh joylar borlar. Harbiy xizmat davri, bola parvarishi davri, oliy o'quv yurtida kunduzgi o'qish davri yoki boshqa qonuniy hisobga olinadigan davrlar e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin deb o'ylayotganlar. 4-chi muhim o'zgarish ishlayotgan pensionerlarga tegishli. Bugun ko'plab pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etyapti. Sababi oddiy, xarajat ko'p. Bolalarga yordam berish kerak, dori-darmon kerak. Ayrimlar esa o'z kasbini yaxshi ko'radi va faol bo'lishni xohlaydi. Avvallar ishlayotgan pensionerlar orasida shunday qo'rquv bor edi. Agar ishlasam, pensiyam kamayib qoladimi? Ishga rasmiy kirsam, pensiyam to'xtaydimi? Qo'shimcha daromadim bo'lsa, davlat pensiyani olib qo'yadimi? Hozirgi tartibda umumiy qo'yida shuki, pensiya olish huquqi saqlandi, lekin ayrim toifadagi to'lovlar, ustamalar yoki nafaqalar bo'yicha alohida shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan kishi maktabda qorovul bo'lib ishlasa yoki xususiy korxonada hisobchi bo'lib ishlasa, bu uning asosiy pensiyasini avtomatik to'xtatib qo'ymaydi. Ammo agar u kam ta'minlanganlik asosida ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsa, qo'shimcha rasmiy daromad oilaning umumiy daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Mana farq qayerda? Pensiya boshqa, ehtiyojmandlik asosidagi nafaqa boshqa. Ishlayotgan pensionerlar uchun yana bir muhim jihat rasmiy ish staji, soliq va ijtimoiy to'lovlar bazada ko'rinadi. Ba'zi holatlarda keyinchalik qayta hisoblash yoki boshqa ijtimoiy huquqlarni aniqlashda bu ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga doim aytaman, imkon bo'lsa, norasmiy emas, rasmiy ishlang. Chunki norasmiy ish bugun qo'lingizga naqd pul berishi mumkin, lekin ertaga huquqiy himoya bermaydi. Kim xavotir olishi kerak? Pensiya bilan birga ehtiyojmand oilalar uchun nafaqa, uy-joy subsidiyasi, kommunal yordam yoki boshqa manzilli ijtimoiy yordam olayotganlar daromad o'zgarishni yashirmasligi kerak. Chunki keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. 5-muhim
yo'nalish nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan bolalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bilan bog'liq. Pensiya tizimi faqat yoshga doir pensiya emas, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, ijtimoiy nafaqalar ham juda muhim. Avval bunday oilalarda ko'p muammo bo'lardi. Masalan, ota vafot etgan. Onaning qo'lida 2 nafar voyaga yetmagan farzand qolgan. Ona qayerga murojaat qilishni bilmasa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi kechikardi. Yoki nogironligi bo'lgan bola 18 yoshga to'lganda hujjatlar qayta rasmiylashtirilishi kerak bo'ladi. Lekin oila buni vaqtida qilmasa, to'lovda uzilish yuz beradi. Hozirgi o'zgarishlarning maqsadi shuki, bunday toifadagi fuqarolar ijtimoiy himoyadan chetda qolmasin. Lekin yana takrorlayman, ba'zi jarayonlar avtomatik bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun tibbiy xulosa, MSEK hujjati, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik haqida guvohnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Misol, o'quvchisini yo'qotgan oilada 37 yoshli farzand bor. U maktabni tugatib, kollej yoki universitetga kunduzgi ta'limga kirsa, ayrim holatlarda to'lov davom etish uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot vaqtida topshirilmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi ehtimoli bor. Keyin qayta tiklash mumkin bo'lsa ham odam asabiylashadi, vaqt ketadi. Nogironligi bo'lgan shaxslar bo'yicha ham xuddi shunday. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandlaringizga ayting, mahalla ijtimoiy xodimidan yordam so'rang. Chunki bir oy kechiksangiz ham oilay budjetga ta'sir qiladi. 6-chi o'zgarish pensionerlar uchun eng qulay yo'nalishlardan biri xizmatlarni soddalashtirish. Davlat xizmatlari markazlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla tizimi. Pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ko'plab ma'lumotlarni olish va ariza berish imkoniyatlari kengaymoqda. Oldin pensioner bir masala uchun pensiya jamg'armasiga, keyin arxivga, keyin FJD bo'limiga, keyin bankka borardi. Hozir maqsad shuki, imkon qadar bir darcha tamoyili ishlasin. Albatta, amalda hamma joyda bir xil tezlikda ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi tumanda navbat bor, ba'zi joyda elektron tizim sekin ishlaydi. Ba'zi xodimlar tushuntirishga vaqt ajratmaydi. Lekin fuqaro o'z huquqini bilsa, talabni to'g'ri qo'ysa, natija olish ancha osonlashadi. Misol, pensioner pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma olmoqchi. Oldin bir necha kun yurishi mumkin edi. Hozir ayrim ma'lumotlarni elektron tarzda olish, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish yoki tegishli bo'limdan rasmiy javob so'rash mumkin. Agar javob og'zaki berilsa va siz rozi bo'lmasangiz, albatta yozma javob talab qiling. Og'zaki gap bilan huquq himoya qilish qiyin, yozma javob esa keyingi shikoyat yoki sud tartibida muhim dalil bo'ladi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Hamma narsa chiroyli eshitiladi, lekin amaliyotda xatolar bo'lishi mumkin. Birinchi xavf ism familiya farqi. Masalan, eski mehnat daftarchasida muhabbat deb yozilgan. Pasportda muhabbat deb turibdi yoki ruscha hujjatda familiya bir xil, lotin yozuvida boshqacha chiqqan. Tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Bunday holatda FJD hujjatlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi xavf ish tajidagi bo'shliq. Odam aslida ishlagan, lekin korxona buyruqlari saqlanmagan. Bunday vaziyatda faqat hamma biladi. Men u yerda ishlaganman deyish yetarli emas. Arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ish haqi vedomosti, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy xizmat hujjatlari sud orqali tasdiqlash imkoniyati ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi xavf bank kartasi masalasi. Ba'zi pensionerlar kartasini farzandiga berib qo'yadi. Farzandi pulni yechadi, keyin pensioner qancha tushganini bilmaydi. Men buni yomon niyat deb aytmayapman, lekin nazorat bo'lishi kerak. Har oy SMS xabarni tekshiring, bank ilovasidan foydalaning yoki yaqin ishonchli odamingizdan chiqarma olib berishini so'rang. 4-chi xavf firibgarlar. Qonunlar va pensiya oshish haqida gap chiqqanda, firibgarlar ham faollashadi. Pensiyangizni oshirib beraman, oldindan pul bering. 25 avgustgacha ro'yxatdan o'tmasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Kartangiz kodini ayting, yordam puli tushiramiz deganlarga ishonmang. Hech bir rasmiy idora sizdan bank kartangizning PIN kodi yoki SMS kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki, bu firibgarlik. 5-chi nozik jihat 25 avgust sanasi. Men bu sanani vahima uchun aytmayapman. Bu siz o'zingizni tekshirib olish, hujjatlaringizni tartibga solish, ariza topshirish,
savol berish va xatolik bo'lsa, vaqtida harakat boshlash uchun muhim muddat sifatida qaralishi kerak. Har bir pensioner uchun aynan shu kuni to'lov to'xtaydi degan gap noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin siz masalani kechiktirsangiz, pulingiz ham kechikishi, qayta hisoblash keyingi o'yga surilishi yoki hujjat yetishmagani sababli jarayon cho'zilishi mumkin. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda olgan pensiya summangizni yozib chiqing. Bank kartangizga qancha tushdi? Naqd olgan bo'lsangiz, qancha oldingiz? Ustama yoki kompensatsiya bormi? Hammasini alohida yozing. Agar har oy summa o'zgarayotgan bo'lsa, sababini aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha vafot etganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasini bitta papkaga soling. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari markazi orqali maslahat oling. Borganingizda shunchaki pensiyam kam demang. Aniq savol bering. Mening ish stajim necha yil deb hisoblangan? Qaysi davrlar hisobga kiritilmagan? Pensiyam qaysi ish haqi davri asosida hisoblangan? Qayta hisoblash uchun qanday hujjat yetishmayapti? Ana shunda xodim ham sizga aniq javob berishga majbur bo'ladi. 4-qadam. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar aniq davrni bilsangiz, masalan, 1992 yildan 1998 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb yozing. Arizani 2 nusxada topshiring. Bittasiga qabul qilingan sani qo'ydirib oling. 5-qadam. Yozma javob oling. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, lekin siz shubhalansangiz, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Rasmiy yozma javob so'rang. Chunki keyinchalik yuqori tashkilotga, prokuraturaga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, aynan yozma javob kerak bo'ladi. 6-qadam, yaqinlaringizga ayting. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi, YouTube ko'rmaydi, qonunlarni o'qimaydi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, oilangizdagi yosh katta insonlarga yordam berishingiz mumkin. Ularning hujjatini tekshirib bering. Bank tushumini ko'rib bering. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga birga boring. Bugun men sizga pensionerlar uchun muhim bo'lgan 6 ta asosiy qonuniy o'zgarish va yo'nalishni tushuntirdim. Pensiya va nafaqalarni oshirish, elektron ma'lumotlar orqali tayinlash, qayta hisoblash imkoniyati, ishlayotgan pensionerlar huquqlari, nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar kafolatlari, shuningdek xizmatlarni soddalashtirish. Eng asosiy fikr shuki, o'z huquqingizni bilmasangiz, sizga tegishli pulni olmay qolishingiz mumkin. Hujjatlaringizni tekshiring, pensiya miqdorini solishtiring. Ish stajingiz to'liq hisoblanganmi yoki yo'qmi aniqlang. 25 avgustgacha bu masalani kechiktirmang. Chunki vaqtida berilgan ariza va vaqtida topilgan hujjat sizning oylik daromadingizni oshirishi mumkin. Agar sizda pensiya bo'yicha muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, qanday masala qiynayapti? Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda qanday to'siqqa duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir pensiyasini to'g'ri hisoblatib olishiga, kimningdir huquqini tiklashiga yordam berishi mumkin.